Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim masalani oddiy, tushunarli va aniq qilib tushuntirib beraman. Kommunal to'lov bekor qilindi. Hukumat kommunal xizmat to'lovlarini bekor qildi degan gaplar nimani anglatadi? Aslida nimalar o'zgardi? Kimlar uchun yengillik bor, kimlar esa baribir to'lov qilishi shart? Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir ijarachi, har bir pensioner, har bir tadbirkor va har bir uy egasiga tegishli. Eng muhimi, bu masalada noto'g'ri tushuncha juda ko'p. Kimdir endi svet, gaz, suv uchun pul to'lamas ekanmiz deb o'ylaydi. Kimdir esa qarzim bor edi. Hammasi o'chib ketarkan deb hisoblaydi. Men bugun shularni birma-bir ajratib beraman. Qaysi to'lov bekor bo'lishi mumkin? Qaysi holatda imtiyoz beriladi? Qaysi qarz baribir qoladi? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlarni tayyorlash kerak? Agar siz kommunal to'lovlarda adashib qolmaslikni, ortiqcha jarima to'lamaslikni, noqonuniy talabga uchramaslikni xohlasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu kabi muhim huquqiy va iqtisodiy yangiliklarni men sizga oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Kommunal to'lovlar butunlay bekor qilindimi? Men mutaxassis sifatida buni juda aniq aytaman. Odatda kommunal to'lov bekor qilindi degan xabarlar to'liq bepul bo'ldi degani emas. Ko'pincha bunda yangiliklarda ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchun imtiyoz, subsidiya, kompensatsiya yoki ayrim jarima va penyalarning bekor qilinishi nazarda tutiladi. Ya'ni davlat hamma endi gaz, elektr, suv uchun umuman pul to'lamaydi demaydi. Chunki kommunal xizmatning o'zi real xarajat bilan ishlaydi. Elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Gaz qazib olinadi va tarmoqlar orqali yetkaziladi. Suv nasoslar yordamida tortiladi. Quvurlar ta'mirlanadi. Hisoblagichlar yuritiladi. Oldin qanday edi? Oddiy xonadon elektr ishlatsa, hisoblagich ko'rsatkichiga qarab to'lov qilardi. Gaz ishlatsa, gaz hisoblagich bo'yicha yoki normativ bo'yicha pul to'lardi. Ichimlik suvi, issiq suv, isitish, chiqindi, lift, uy-joy shirkatlari yoki boshqaruv servis kompaniyasi xizmatlari ham alohida hisoblanardi. Agar vaqtida to'lov qilinmasa, qarzdorlik paydo bo'lardi. Ayrim holatlarda penya hisoblanardi. Xizmat vaqtincha cheklanishi mumkin edi. Endi nima o'zgargan bo'lishi mumkin? O'zgarishlar odatda 3 yo'nalishda bo'ladi. Birinchisi, aholining muayyan ijtimoiy toifasiga kommunal xarajatlarni qoplash uchun yordam beriladi. Masalan, kam ta'minlangan oila, nogironligi bo'lgan shaxs, yolg'iz pensioner yoki ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan xonadon kommunal to'lovlarining bir qismini davlat qoplab berishi mumkin. Ikkinchisi, qarzdorlik bo'yicha ayrim jarima yoki penya bekor qilinishi mumkin. Ya'ni asosiy qarz qoladi, lekin ustiga yozilgan qo'shimcha penya kechiriladi. Uchinchisi, ayrim hududlarda yoki favqulodda vaziyatlarda vaqtinchalik yengillik berilishi mumkin. Masalan, tabiiy ofat, avariya, xizmat sifatida keskin buzilishi yoki texnik uzilishlar bo'lgan holatlarda qayta hisob-kitob qilinadi. Shuning uchun men sizdan bir narsani so'rayman. Bekor qilindi degan sarlavhani ko'rib, darhol endi to'lamayman deb qaror qilmang. Avval hujjatni, qaror matnini, rasmiy manbani, kimlarga tegishli ekanini va qaysi davr uchun amal qilishini tekshirish kerak. Asosiy qismir nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, endi juda oddiy tilda tushuntiraman. Kommunal to'lovlar bir nechta turga bo'linadi. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, kanalizatsiya, issiqlik energiyasi, chiqindi olib ketish, ko'p qavatli uylarni saqlash xarajatlari, lift, umumiy joylar elektri, ta'mirlash fondi kabi to'lovlar bor. Bularning har biri alohida tashkilot tomonidan hisoblanishi mumkin. Shuning uchun biror imtiyoz kommunal to'lov deb umumiy aytilsa ham u hammasiga birday taalluqli bo'lmasligi mumkin. Birinchi misol. Toshkentda yashaydigan oddiy oila bir oyda 2020 kilovat elektr ishlatdi, 9000 kub gaz sarfladi, 12 kub suv ishlatdi deylik. Bu oila ijtimoiy himoya ro'yxatida bo'lmasa, daromadi yetarli bo'lsa, hisoblagichlari joyida bo'lsa, ularga kommunal to'lov bekor bo'ldi degan gap asosida hech kim to'liq bepul xizmat bermaydi. Ular ishlatgan resursi uchun to'lov qiladi. Agar to'lov qilmasa qarz yig'iladi. Keyin ogohlantirish keladi. Ayrim xizmatlar cheklanishi mumkin. Ikkinchi misol. Yolg'iz yashaydigan 2 yoshli pensioner bor. U kishining pensiyasi kam. Farzandlar alohida yashaydi. Xonadon ijtimoiy himoya tizimida ro'yxatdan o'tgan. Mana shunday holatda davlat tomonidan kommunal xarajatlarning bir qismi qoplab berilishi yoki subsidiya ajratilishi mumkin. Bu degani pensioner umuman hech narsa qilmaydi degani emas. U murojaat qilishi, hujjatlarni taqdim etishi
ijtimoiy maqomni tasdiqlashi kerak. Ko'p odam mana shu joyda adashadi. Menga yordam tegishli ekan deb o'tiraveradi. Lekin ariza bermaydi. Natijada yengillikdan foydalana olmaydi. 3-misol. Bir oilada 5 kishi yashaydi. Ularning daromadi past. Bolalar maktabda o'qiydi, ota vaqtinchalik ishsiz, ona esa kichik maosh oladi. Bunday oila kam ta'minlangan deb e'tirof etilsa, ularga elektr, gaz yoki boshqa kommunal xarajatlar uchun kompensatsiya berilishi mumkin. Lekin agar ular hisoblagichsiz yashasa, suv yoki gazni normadan ortiq ishlatsa, noqonuniy ulanib olgan bo'lsa, imtiyoz olish o'rniga jarimaga tushib qolishi mumkin. Davlat yordam beradi, lekin tartibga rioya qilishni ham talab qiladi. 4-misol. Ijarada yashayotgan talaba yoki yosh oila bor. Uy egasi kommunal xizmatlar uning nomida ekani uchun to'lovni o'zi qiladi, lekin ijarachidan pul oladi. Agar hukumat tomonidan ma'lum imtiyoz berilsa, bu imtiyoz kimga tegishli bo'ladi? Odatda hisob raqam kimning nomida bo'lsa, ma'lumot o'sha abonent bo'yicha ko'rinadi. Lekin ijtimoiy yordam oilaning yashash joyi, ro'yxati, daromadi va hujjatlarga qarab baholanadi. Shuning uchun ijarachilar uy egasi bilan aniq kelishuv qilishi kerak. Kommunal to'lov kim tomonidan, qanday ko'rsatkich asosida, qaysi muddatda to'lanadi? Aks holda men to'ladim, yo'q, sen to'lamading degan nizo chiqadi. 5-misol. Kichik do'kon egasi bor. U aholiga kommunal to'lov yengilligi berildi degan xabarni ko'rib, o'zining do'kon elektr uchun ham to'lamasa bo'ladi deb o'yladi. Bu juda katta xato. Aholi tarifi bilan tadbirkorlik subyekti tarifi ko'pincha alohida. Imtiyoz aholiga berilgan bo'lsa, u avtomatik ravishda do'kon, kafe, seks, ombor yoki ofisga taalluqli bo'lmaydi. Tadbirkorlar alohida qarorlar. Soliq imtiyozlari yoki energiya bo'yicha shartnomaga qarab harakat qilish kerak. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, qarzi borlar. Chunki bekor qilinadigan gapni noto'g'ri tushunib, qarzni to'lamay yurish katta muammo keltiradi. Agar qaror faqat penya yoki jarimaga tegishli bo'lsa, asosiy qarz baribir qoladi. Masalan, sizda elektrdan 900 ming so'm asosiy qarz, ustiga 120 ming so'm penya bo'lsa, davlat faqat penya qismini kechirsa, sizning 800 ming so'm qarzingiz saqlanib qoladi. Siz hammasi bekor bo'ldi deb yuraversangiz, keyin xizmat cheklanishi yoki majburiy undirish boshlanishi mumkin. Ikkinchidan, hisoblagichi noto'g'ri ishlayotganlar xavotir olishi kerak. Agar hisoblagich plombasi buzilgan bo'lsa, ko'rsatkich noto'g'ri bo'lsa, eski hisoblagich almashtirilmagan bo'lsa, tekshiruv paytida muammo chiqadi. Kommunal imtiyozlar odatda tartibli abonentga beriladi. Hisoblagisiz yoki noqonuniy ulanish holatida odam o'zini himoya qila olmay qoladi. Uchinchidan, uyini ijaraga berganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ijarachi kommunal to'lovni qilmay ketib qolsa, qarz ko'pincha abonent nomida qoladi. Keyin uy egasi men yashamaganman desa ham, tashkilot hisob raqam sizning nomingizda deydi. Shu sababli har oy ko'rsatkichni rasmga olish, to'lov kvitantsiyasini saqlash. Ijara shartnomasida kommunal to'lov kim zimmasida ekanini yozish zarur. Kim xavotir olmasligi mumkin? Hisoblagichlari joyida, qarzi yo'q, to'lovlarini vaqtida qiladigan, imtiyozga da'vo qilmaydigan oddiy xonadonlar vahimaga tushmasin. Ular uchun asosiy vazifa rasmiy ma'lumotni kuzatish, tarix o'zgarganmi, subsidiya tartibi chiqdimi, shaxsiy kabinetda qarz to'g'ri ko'rsatilganmi, shuni tekshirib borish. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Bekor qilindi degan ibora ko'pincha hamma to'lov emas, ma'lum bir majburiyat turiga tegishli bo'ladi. Masalan, ayrim hollarda qarzdorlik uchun penya hisoblash vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu aholini qo'llab-quvvatlash uchun qilinadi. Lekin elektr, gaz, suvning o'zi iste'mol qilingan bo'lsa, uning qiymati bekor bo'lmaydi. Ikkinchi nozik jihat, kommunal xizmat sifatsiz ko'rsatilsa, qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Masalan, ko'p qavatli uyda issiqlik kerakli darajada berilmadi. Radiatorlar sovuq, xona harorati me'yordan past. Bunday holatda odamlar ko'pincha faqat shikoyat qiladi, lekin rasmiy dalil yig'maydi. Aslida xizmat sifati bo'yicha dalolatnoma tuzish, boshqaruv kompaniyasiga, issiqlik ta'minoti tashkilotiga yoki tegishli idoraga yozma murojaat qilish kerak. Agar haqiqatan ham xizmat to'liq ko'rsatilmagan bo'lsa, to'lov qayta hisoblanishi mumkin. Bu to'lov bekor qilindi degani emas, balki ko'rsatilmagan xizmat uchun pul undirilmasligi kerak degani. Uchinchi nozik jihat, umumiy uy ehtiyojlari uchun to'lovlar. Ko'p qavatli uylarda yo'lak chiroqlari, lift, nasoslar, podvaldagi yoritish, umumiy elektr sarfi bo'ladi. Ba'zi odam men xonadonimdagi elektrni to'ladim, nega yana umumiy elektr chiqyapti deydi. Bu alohida masala. Agar uyning umumiy tarmoqlarida yo'qotishlar
ko'p bo'lsa, noqonuniy ulanish bo'lsa yoki hisob-kitob shaffof bo'lmasa, aholi boshqaruv kompaniyasidan hisobot talab qilishi mumkin. Lekin bu to'lovlar o'z-o'zidan bekor bo'lib qolmaydi. 4-nozik jihat eski qarzlar. Ko'p oilalarda 5-10 yil oldingi kommunal qarzlar bo'lishi mumkin. Kimdir uy sotib olganda eski egasidan qolgan qarz chiqadi. Kimdir vafot etgan qarindoshining uyida qarzdorlik borligini keyin biladi. Bu yerda har bir holat alohida ko'riladi. U yo'lda sotdi qilingan bo'lsa, shartnoma tuzishdan oldin barcha kommunal tashkilotlardan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot olish kerak edi. Agar bunday qilinmagan bo'lsa, keyin nizo chiqadi. Ayrim qarzlar bo'yicha davom muddati, hisob-kitobning asosliligi, abonentlik shartnomasi kabi huquqiy masalalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun katta qarz chiqsa, darhol to'lab yuborishdan oldin hisob-kitob varaqasini, qarz qaysi oylar uchun yozilganini penga alohida ko'rsatilganini so'rash kerak. 5-nozik jihat hisoblagich ko'rsatkichini o'z vaqtida yubormaslik. Agar siz elektr yoki gaz hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida kiritmasangiz, tizim o'rtacha sarf bo'yicha hisoblab yuborishi mumkin. Keyin siz men bunchalik ishlatmaganman deysiz. Shuning uchun har oyning belgilangan sanasida hisoblagich ko'rsatkichini rasmga oling, ilova orqali yuboring yoki to'lov tizimida tekshiring. Rasmda sana ko'rinib tursa yanada yaxshi. Bu oddiy odat keyinchalik katta nizodan saqlaydi. 6-nozik jihat firibgarlar. Kommunal to'lov bekor qilindi. Sizga kompensatsiya tutishishi uchun karta raqamingizni yuboring. Davlatdan yordam olasiz. SMS kodini ayting. Qarzingiz o'chirib beriladi. Oldindan xizmat haqi to'lang degan xabarlar kelishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech qachon SMS kodni, bank kartasi parolini, ilova login parolini begona odamga bermang. Davlat yordami rasmiy portal. Mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli tashkilotlar orqali rasmiy tartibda beriladi. Hech kim telefon qilib sizdan maxfiy kod so'ramasligi kerak. 7-nozik jihat. Imtiyoz hamma oila a'zosiga emas, aniq mezonlarga qarab beriladi. Masalan, oilada bitta pensioner borligi avtomatik tarzda butun xonadon kommunal to'lovdan ozod bo'ladi degani emas. Nogironligi bo'lgan shaxs borligi ham ayrim hollarda ma'lum toifadagi yordamni beradi. Lekin hamma xizmatni to'liq bepul qilmaydi. Daromad, yashash joyi ro'yxat, mulk holati, ijtimoiy reyestr, oiladagi odamlar soni kabi omillar tekshiriladi. 8-nozik jihat, limit va norma. Ba'zi imtiyozlar faqat ma'lum me'yor doirasida qo'llanishi mumkin. Masalan, oyga ma'lum miqdorgacha elektr yoki gaz uchun kompensatsiya beriladi. Undan ortiqcha sarf esa umumiy tarif bo'yicha hisoblanadi. Bu juda mantiqli. Davlat asosiy ehtiyojni qo'llab-quvvatlaydi, lekin isrofgarchilikni qoplab bermaydi. Agar xonadonda qishda gaz plitasi bilan uy isitilsa, elektr isitgichlar tunu kun ishlasa, suv oqib yotsa, keyin nega imtiyoz yetmadi deyish to'g'ri bo'lmaydi. Har bir oila energiyani tejash madaniyatini ham o'rganishi kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, rasmiy ma'lumotni tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanallar qo'shnining gapi, bozordagi mish-mish bir tanishim aytdi degan manbaga ishonmang. Hukumat qarori, vazirlik yoki hokimlik axboroti, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning rasmiy sayti yoki ishonch telefoni orqali tekshiring. Agar qarorda ma'lum toifa, ma'lum muddat, ma'lum xizmat turi deb yozilgan bo'lsa, aynan shu chegaralarga e'tibor bering. Ikkinchi qadam, shaxsiy hisob raqamlaringizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha alohida abonent raqamlaringiz bo'ladi. To'lov ilovalari yoki tashkilotlarning shaxsiy kabineti orqali qarzingiz bor yo'qligini ko'ring. Agar qarz chiqsa, u qaysi davr uchun, asosiy qarzmi yoki pengami? Oxirgi to'lovingiz qachon tushgan? Shularni aniqlang. Ba'zan to'lov qilingan bo'ladi, lekin tizimga kech tushadi yoki boshqa abonent raqamiga ketib qoladi. Shuning uchun kvitansiyalarni saqlash juda muhim. 3-qadam. Hisoblagichlarni ko'zdan kechiring. Plomba joyidami, raqamlar o'qiladimi? Hisoblagich muddati o'tmaganmi? Ko'rsatkichlar real sarfga mos keladimi? Agar hisoblagich ishlamayotgan bo'lsa, buni yashirmang. Tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling va almashtirish yoki tekshirishni so'rang. Chunki keyin tekshiruv kelib aniqlasa, sizga katta qayta hisob-kitob yoki jarima qo'llanishi mumkin. 4-qadam, imtiyozga haqli bo'lsangiz. Hujjat tayyorlang. Odatda quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta nusxasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, daromadlar to'g'risida ma'lumot, pensiya yoki nogironlik guvohnomasi, bolalar haqidagi hujjatlar, uy joyga egalik yoki ijara shartnomasi, kommunal xizmat abonent raqamlari,
har bir hududda tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalla ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli xizmat ko'rsatuvchi idoradan ro'yxatni aniqlab oling. 5-qadam arizani og'zaki emas, yozma bering. Ko'p odam idoraga borib og'zaki gapirib qaytadi. Keyin menga javob berishmadi deydi. Yozma ariza bo'lsa sizda dalil bo'ladi. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falon manzilda yashovchi fuqaro falonchiman. Kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz, subsidiya yoki qayta hisob-kitob masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Abonent raqamlarim quyidagicha. Oilaviy va ijtimoiy holatimni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilaman. Arizaga sana qo'ying, telefon raqamingizni yozing, nusxasini o'zingizda saqlang. 6-qadam xizmat sifatsiz bo'lsa dalil yig'ing. Masalan, suv bosimi juda past, issiqlik yo'q, elektr tez-tez o'chadi, gaz bosimi yetarli emas. Bunda faqat video olish yetarli bo'lmasligi mumkin. Lekin video ham foydali. Eng muhimi, rasmiy murojaat qiling. Dispetcherlik xizmatiga qo'ng'iroq raqamini yozib oling. Murojaat raqamini so'rang. Qo'shnilar bilan birgalikda dalolatnoma tuzing. Agar ko'p qavatli uy bo'lsa, boshqaruv kompaniyasi vakilini chaqiring. Keyin qayta hisob-kitob talab qilish ancha oson bo'ladi. 7-qadam, qarzingiz katta bo'lsa, bo'lib to'lashni so'rang. Ayrim tashkilotlar qarzdorlikni to'liq birdan undirishga harakat qiladi. Lekin sizning moliyaviy imkoniyatingiz bo'lmasa, yozma ravishda qarzni bo'lib to'lash jadvalini so'rashingiz mumkin. Masalan, qarzdorlikni 6 oy davomida bo'lib to'lashga ruxsat berishingizni so'rayman deb ariza yozasiz. Bu xizmat to'xtatilishining oldini olishga yordam berishi mumkin. Albatta, tashkilotning ishki tartibi va amaldagi qoidalarga qaraladi, lekin harakat qilib ko'rish kerak. 8-qadam, ijarachilar va uy egalari alohida e'tibor bersin. Ijara shartnomasida kommunal to'lovlar kim tomonidan to'lanishi, hisoblagich ko'rsatkichlari topshirish vaqtida qancha bo'lgani, oyma-oy qanday hisob-kitob qilinishi yozilishi kerak. Uy egasi har oy abonent raqamlar bo'yicha qarzni tekshirib tursin. Ijarachi esa to'lov qilgan bo'lsa, kvitansiyani uy egasiga yuborsin va o'zida ham saqlasin. Bu ikki tomon uchun ham himoya. 9-qadam. Energiyani tejashni boshlang. Chunki imtiyoz bo'lsa ham, tarif o'zgarsa ham, eng ishonchli yengillik bu kamroq va oqilona ishlatish. Eski lampalarni LED lampalarga almashtirish, sovutgich eshigini ochiq qoldirmaslik. Elektr isitgichdan xavfsiz va me'yorda foydalanish, suv oqayotgan kranni darhol tuzatish, gaz plitasini uy isitish uchun ishlatmaslik, deraza va eshiklarni zixlash orqali xarajatni real kamaytirish mumkin. Masalan, bir xonadonda faqat chiroqlarni LEDga almashtirish oyiga 22 kilovat tejashi mumkin. Bu kichik ko'rinsa ham yil davomida sezilarli pul bo'ladi. 10-qadam. Agar sizdan noqonuniy pul talab qilinsa, shikoyat qiling. Qarzingizni o'chirib beraman, imtiyoz chiqarib beraman, navbatsiz ulab beraman deb pul so'rasa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lovlar faqat bank, ilova kassalar yoki qonuniy to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Noqonuniy talab bo'lsa, tashkilot rahbariyatiga, iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlarga yoki huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat qilish mumkin. Demak, aziz tomoshabinlar, bugungi mavzuda eng asosiy xulosa shuki, kommunal to'lov bekor qilindi degan gapni eshitganingizda, uni to'liq bepul bo'ldi deb tushunmang. Ko'pincha gap imtiyoz, subsidiya, penya bekor qilinishi, qayta hisob-kitob yoki ayrim toifadagi fuqarolarni qo'llab-quvvatlash haqida bo'ladi. Ishlatilgan elektr, gaz, suv va boshqa xizmatlar uchun to'lov majburiyati esa odatda saqlanib qoladi. Men sizga tavsiya qilaman. Rasmiy manbani tekshiring, shaxsiy hisoblaringizni ko'ring, hisoblagichlarni nazorat qiling. Imtiyozga haqli bo'lsangiz hujjat tayyorlang, arizani yozma bering va kvitansiyalarni albatta saqlang. Shunda siz ortiqcha to'lovdan, noto'g'ri qarzdorlikdan va firibgarlardan himoyalanasiz. Agar sizning kommunal to'lovlar bo'yicha qarzingiz chiqayotgan bo'lsa, imtiyoz olishda muammo bo'lsa yoki xizmat sifatsiz ko'rsatilayotgan bo'lsa, izohlarda vaziyatingizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan muammolarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumot bir kuni sizga ham, ota-onangizga ham, qo'shningizga ham juda kerak bo'lib qolishi mumkin.